har bitta ligada bonus bo'lganda bizda ham ligada bonus bor. Eng yaxshi nokautga $2000 beramiz. Faqat shunaqa nokaut bo'lishi kerakki, bitta udarida. Va eng yaxshi jang kechasiga ikkita sportchiga beramiz 1,5 mingdan. O'shanda $5000 bo'ladi. Endi bilmaymiz bu yerda kim nokaut qiladi. Balki xotam, balki boshqasi, balki mehmonlar. Hammasi yutish uchun kelgan. Shuning uchun bu sport lotereya. Bittalar ham ketadi. Nega UFC o'ta millat tanlamaydi, davlat tanlamaydi. Har bitta sportchini qo'llab-quvvatlanadi. Demoqchi bo'lganim, bularni ham sochun qo'llab-quvvatlash kerak. Bular mehnat qilyapti, bular ham yutgani kelyapti. Ertaga arenada negativ bo'ladi, bu deyish kerak emas. Gapirayotganda naborot qo'llab-quvvatlab, podдержка qilish kerak. Bular ham sizlardan motivatsiya oladi, emotsiya oladi. Da, bular ham yutish xohlaydi. Hech kim yutqizgani kelmayapti. Bizlarning ham sportchilarimizni xuddi shunaqa qilib zo'r qo'llab-quvvatlaylikki, yutsa ham, yutqizsa ham. Chunki har bitta sportchi mehnatiga yarasha natijasini oladi va sizlar uchun oktagonga chiqadi. Vatanni bayrog'ini ko'tarish uchun va sharaf bilan chiqadi. Bu yutish, yutqizish Allohdan sababini qilishadi. Rahmat.